Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, ustozlar va barcha video kuzatuvchilar. Men Muradova Rayya Rustamovna, klinik farmakologiya kafedra assistenti va mening guruhim 621 gruppasi bilan birgalikda bizlar sizga yangi PET texnologiyani ko'rsatmoqchimiz. Bu PET texnologiyaning nomi PAMO formulasiga asoslangan. Qani ko'rib ko'raylik, bu formulaning abreviaturasi nimalarni anglatadi? Masalan, P harfiga biz pozitsiyani, bironta pozitsiyani aytamiz. Keyin talabalar mana shu pozitsiyani asoslab beradi. Chunki PAMO formulasida A harfi bu asoslash, M bu misol va O это oqibat. Qani boshlaymiz. Masalan, men hozir bizning fanimiz dorilarga tegishli. Shuning uchun men hozir talabalarga bironta pozitsiyani aytib beraman. Masalan, bugungi temamiz bronxitlarga tegishli. Bronxitlarga, bronxial astmaga. Shuning uchun shunga tegishli ishlatamiz. Tak, bronxoobstruktiv, tak, nosteroid yallig'lanishga qarshi dori vositalar bronxoobstruktiv holatni kuchaytirish mumkin. Kim mana shu pozitsiyani hozir asoslab beriladi grupamizda. Tak, давайте решите. Biz bronxoobstruktiv sindrom fonida agar o'sha nosteroid yallig'lanishga qarshi davo vositalarini qo'llaganimizda, bu o'sha bronxlarni kengaytiruvchi prostaglandinlar miqdorini kamaytirishga olib keladi, aksincha bronxlarni toraytiruvchi moddalarni ortishga olib keladi. Misol qilib, lekotrinlarni misol keltirishimiz mumkin. Juda yaxshi. Tak, misol sifatida misol keltirilasizmi? Qaysidir dori vositalar bronxoobstruksiyani chaqirishi mumkin? Qani Luiza, siz? Misol sifatida biz aspirin uzoq vaqt ishlatilsa, aspirin astmasini chaqirishi mumkin va meditsinada shunaqa kasallik ham bor, Vidal sindromi. Unga rinit, bronxospazm, bronxpolipozi va eshak mikrobi. Juda yaxshi. Tak, misol keltirdik. Qani endi oqibatlarni gapirsak-chi? Kim oqibatlar haqida aytib beradi? Qani siz Farhod? To'g'ri tanlangan terapiya noxush ta'sirlar xavfini kamaytiradi. Demak, bronxoobstruktiv holatlar fonida aspirin hamda birinchi avlodga tegishli dori vositalari o'rniga biz asosan ikkinchi avlodga tegishli nosteroid yallig'lanishga qarshi dori vositalarini qo'llaymiz. Sababi bunda bronxlarni ochuvchi prostaglandinlar sonini kamaytirmaydi. Mana hammaga tushunarlimi? Hammaga rahmat.